pul bor, uni nimalarga sarflashim mumkin? Masalan, chiroyli to'q sariq kurtka, yangi dron olsam ham bo'ladi yoki qimmatbaho qadimiy xaritalardan ham xarid qilsam bo'ladi. Lekin aslida men bu pulni sarflay olmayman. Chunki katta muammo bor. Bu pul iflos. Yo'q, mikroblar bilan iflos degani emas. Garchi unda ulardan ham yetarlicha bo'lsa kerak, bu boshqa turdagi ifloslik. Bu pul iflos, chunki u narkotik moddalar savdosidan topilgan. Aslida men uni ishlata olmayman, chunki uni boshqa mamlakatlardagi boshliqlarimga yuborishim kerak. Uni bankka olib hisobimga qo'yishim mumkin, ammo oxir-oqibat savollar berishadi va bu haqda davlat organlariga xabar qilishadi. Pulni samolyotda o'zim bilan olib chiqishga urinishim ham mumkin, lekin bu ham juda xavfli. Shunday ekan, bu pulni tozalash kerak. Ya'ni legallashtirish kerak bo'ladi. Ammo bu oson ish emas. Xo'p, yo'q, men bu pulni narkotik sotib topganim yo'q. Aslida bu pul ham haqiqiy ham emas. Biz uni shunchaki pul nimaga o'xshashini eslatib turishi uchun shu yerda qoldiramiz. Chunki dunyoda aylanayotgan pullarning juda katta qismi aynan shunday iflos pullardir. Bir shaharning o'zida 50 million dollardan ortiq narkotik puli birorta ham bank ogohlantirish tizimini ishga tushirmasdan g'oyib bo'lib ketgan. Endi buni butun dunyo miqyosida tasavvur qiling. Qancha pul aylanayotganini ko'rishingiz mumkin. Gap trillionlab dollar haqida ketmoqda. Bilasizmi, jahon iqtisodining taxminan 3% yoki 5% jinoiy faoliyatdan olingan daromadlardan iborat. Bu esa qariyb 4 trillion dollar degani. Narkotik savdosi, odam savdosi, qurol-yarog' kontrabandasi yoki hatto yovvoyi tabiat mahsulotlarining noqonuniy savdosi. Ularning barchasi ishlashi uchun jinoyatchilar va tashkilotlar aynan shu pullarga tayanadi.